Shunday chiroyli domlarda meni ham uyim bo'lsaydi deganmidingiz? Bolalarim shu o'yingohda o'ynasaydi deb niyat qilib yurganingizni ham bilaman. Shuning uchun ham 3 xonadan iborat 86 kvadrat metrli tayyor podключ yashash holiga keltirilgan domni ko'rsatmoqchiman. Kirish podyezd qismi keng, chiroyli ekan, o'rtada joylashgan. Xonalari keng, shinam, yorug'lik tushishiga qulay ekan. Svet, suvdan muammo yo'q. Markaziy isitish tizimiga ulangan. Kvartiraning birinchi egalari o'zingiz bo'lasiz. Hali bu yerda hech kim yashamagan. Ariston va oshxona mebeli o'rnatilgan. Ular ham sizga o'tadi. Sanuzellari alohida 2 qismga bo'lingan. Sharoitlari yaxshi qilingan. Narxi $33,500 deyilyapti. Ekranda nomerlari berilgan. Telefon qilib kelishib, uy egasi bilan o'zingiz gaplashing. Atrofida bog'cha, maktab, mahalla fuqarolar yig'ini kabilari joylashgan. Binodan chiqishingiz bilan hamma ishingiz bitib ketaverar ekan. Yana balkonidan kelajakdagi 70 gektarli katta bog'ni ko'rib tura olasiz. Mazzami? Manzildan gapiring endi deysizmi? Farg'ona shahar, Yangi O'zbekiston, Eko shaharda joylashgan. Uy olishim kerak deb yurgan do'stlaringiz bormidi? Videoni o'shalarga ham jo'natib qo'ying.